界，他独自面对，被困在无边的黑夜，重复一遍一遍。梦境现实交叉点，命运在上演，在灰烬中湮灭绽放轰轰烈烈。世纪充满灰白，烈焰燃烧色彩，铸就新的主宰。灵魂在深渊之中醒来，远方传来回响，说苦痛是等地的承载。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。站在无际的荒原，寻找着光线。我看到燃起的火焰向外蔓延，越来越远。混沌颠倒的日夜，又回到原点，它扑朔极限，就在黎明之前。星光穿透云海，洒向所有尘埃，屏住呼吸，等待迎接它的归来。灵魂在深渊之中醒来，远方传来回响，说苦痛是等你的承载。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。我期待在热烈中盛开，这世界的光彩因我而存在。Men, Feng Xiu. Hech kim meni o'lchay olmaydi. Xavch, meni qudratim va barcha insoniyatning kuchi seni taxtingga va zirhingga aylansin. 6000 yil oldin Ritzar minorasi birinchi rahbar taxtni yaratgan. Muqaddas iblis qit'asiga tinchlik olib kelish kerak edi. Bu mening 1000 yil davomida meros qoldirgan javobim. Men doimo himoya uchun jang qilganman. Bu yer hali ham juda go'zal. Sen ataylab bu yerga kelding. Men bilan suhbatlashish uchun. Ha. Mening bobom. Buni qachondan beri bilasan? Yo'lon davondan beri. Birinchi uchrashuvimizdan berimi? Avvaliga biroz noaniq tuyg'u edi. Bir necha marta uchrashgach, bu tuyg'u kuchaydi. Men ma'bud bo'lgan lahzada tanamda bir paytlar mavjud bo'lgan osmonni teskari aylantiruvchi iblis ajdarho qonini sezgandim. Biz g'alaba va mag'lubiyatdan oldin, odam va iblislarni urushga nuqta qo'yishdan oldin avval uning hikoyasini eshitmoqchiman. Men onamni yana bir marta yig'latishni xohlamayman. Bu oddiy, shunchaki oddiy hikoya edi. Sening buvang Ling Suan senga juda o'xshaydi. Jasur va irodali yurakka ega edi.
o'sha ayol u yoqqa ketyapti. Orqasidan ketib qolmasin. Bugungi kungacha men o'sha paytda nega shunday qilganimni hali ham tushunmayman. Balki o'sha kechadagi oy nuri juda yorqin bo'lgani uchundir. Sen Hali ham ketmadingmi? Va bu muhabbat kurtagi doim qiziqish urug'idan boshlanadi. Uyg'ondingmi? 27-ovchi guruhi davolovchi Baylin Suvani qirganingiz uchun rahmat. Nega bu gulni ekyapsan? Bu tilak qo'ng'iroq guli faqat yoz kechasida ochiladi. Agar u kelsa, marhumlarning keyingi hayotiga baxt tilash mumkin. Ularning ruhini uyga qaytarish mumkin. Men jamoadoshlarim ruhini uyga qaytarmoqchiman. Uyiga? Ha, uyiga. Lekin ular bilan qon aloqang yo'q. Nega ularni uyga olib ketish uchun hatto o'zingni qurbon qilyapsan? Jamoadoshlarim qaytmasa, men ham qaytishni istamayman. Balki bu insoniyatga xos bog'lanishdir. Bog'lanish qon aloqasidan ustun bo'la oladimi? Bog'lanish muloqotdan paydo bo'ladigan tuyg'u. Nahotki buni his qilib ko'rmagan bo'lsangiz? Men yolg'izlikka o'rganib qolganman. Bog'lanish ko'p lahzalarda paydo bo'ladi. Bir-biriga yordam berishda, qiyinchilikda, g'amxo'rlik va ishonchda. Balki o'sha lahzada bog'lanish deb atalgan tuyg'u bizning o'rtamizda sezilmas iltizotgan. Yolg'izlikka o'rganib qoldim degandingiz. Siz doimiy bisar bilan yolg'iz jang qilasizmi? Men ovchi guruhidan emasman. Men sayyoh jangchiman. Qanday iblis uchrashsa o'ldiraman. Demak, siz juda kuchli ekansiz-da. Ajoyib. Oddiy iblislarga qarshi muammo yo'q. Unda yordam bera olasizmi? Bizning ovchi guruhimiz yana 10 ta topshiriq bajarish kerak. Keyin imperator darajasiga ko'tarila olamiz. O'shanda jangda halok bo'lgan jamoadoshlarimiz oilasi ko'proq tovon oladi. Ularning ismlari muqaddas nur qabristonida yoziladi. Abadiy yodda bo'ladi. Lekin bu ishni men qila olmayman. Shuning uchun sizni yollamoqchiman. Menga yordam bering, iltimos. Meni yollamoqchimisan? Sen uchun bu qimmat bo'lishi mumkin. Menda bor hammasini sizga beraman. Qiziqarli. Kelishdik. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Fengling. Dunyo ustidan esuvchi shamol Fengling. Qani yur. Qasos olamiz. nima? Sen yana qaytdingmi? Endi sizlardan qo'rqmayman. Menga ikkinchi marta ayttirmang. Keting. Topdim. Ular tortib bo'lgan shaffof yurakni. Rahbar, do'stlar, qolgan topshiriqlarni bajaraman.
Men juda kuchli yordamchi topdim. Xavotir olmanglar. Yana biroz kutib tura olasizmi? Oxirgi qadamni bajarmoqchiman. Ularni ruhlarini uyga qaytarmoqchiman. Keyingi topshiriqqa qani ketdik. Shunday qilib, men Ling Suan bilan iblislar orasida 10 ta topshiriqni bajardim. Hatto sezdirmasdan 1 yil o'tib ketdi. Juda tez. Bu nima? Tug'ilgan kun torti. Sen bugun tug'ilgan kuni ekanligini aytganding. Unutdingmi? Haqiqatan ham unutibman-ku. Men hech qachon tug'ilgan kunimni nishonlamaganman. Demak, men bilan birinchi marta tug'ilgan kuningni nishonlagan bo'lasan. Va bu kunni esingdan chiqarmaysan. Bu tinchlik arqoni. Seni doim tinch va xavfsiz saqlaydi. Ling Suan bilan birga o'tkazilgan 1 yil hayotimdagi eng baxtli vaqtlar edi. Keyin Ling Suan ittifoqi hisobot berish uchun qaytdi. Jamoadoshlarini ishini hal qilgach, yana iblis qit'asiga qaytdi. Men ikkimiz uchun uy qurdim. Iblislarga esa insonlarga hujum qilishni to'xtatishni buyurdim. Ling Suan tirikligida odam va iblislar tinchlikda yashaydi. Tez orada Ling Suan homilador bo'ldi. Bu bizning birinchi farzandimizdir. Shuningdek, birinchi osmon teskarga aylantiruvchi iblis aralashqoni. Agar qiz bo'lsa, men unga Yunier deb ism qo'ymoqchiman. Chunki seni uchratgan o'sha kechada oy nuri yorqin edi. Ling Suan, seni yaxshi ko'raman va bizni Yunierimizni. Lekin osmonni teskarga aylantiruvchi ajdarho kuchining osmon kuchi aynan o'sha payt qo'zg'aldi. U bu qonning tug'ilishiga yo'l qo'ymadi. Ling Suanni yo'q qilmoqchi bo'ldi. Men bu qo'zg'alishni zo'rg'a bostirdim. Ling Suanni esa davolash minorasiga yubordim. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sen doim xavfsiz bo'lishing kerak. Men sen va Yunierga dori topishga harakat qilaman. Unda tezroq qaytib kel.
Men unga baribir ayta olmadim. Iblis ekanligimni bilmadi. Uni va farzandimizni tashlab ketish eng og'riqli narsa edi. Lekin men osmon kuchi jazosini bog'lanishini uzishim kerak edi. Shunda Ling Suan va farzandimiz xavfsiz bo'lardi. Vazifani bajargach esa uni oldiga qaytishim kerak edi. Men bir odamga va'da berganman, uni kutaman. Lekin bahor u o'smoqda. Farzandimiz tug'ildi. U esa qaytmadi. Lizon yana biroz chida. Bola tez orada tug'iladi. Tug'ildi. Qiz tug'ildi. Iblisning ergasi. Bu nimasi bo'ldi? Bu bo'ladi. Odam va iblis qoni bor ekan. Ling Suan, bu bolani saqlab bo'lmaydi. Bunday kuchli iblisning ergasi bilan uni otasi kamida iblis ma'budi bo'lishi kerak. Meni bolam, uni 10 oy bag'rimda ko'tarib yurganman axir. Ovchi sifatida iblis ma'budi bilan farzand ko'rish bu ahmoqlik. Bolamga zarar yetkazmang. Ling Suan, aqldan ozibsan. Bolani tortib oling. Nimalar bo'lyapti? Bu iblis ma'budining quroli. Ling Suan, seni aldashgan. Hali ham tushunmading, bu iblis ma'budi. Qanday qilib ishonay? Men sevgan odam iblismi yoki inson? Lekin men baribir uni sevaman. Muhabbat bu dunyodagi murakkab tuyg'u. Sen haqiqatan ham aqldan ozibsan. Sen bolangni xavf ostiga qo'yding. U odam iblis aralash qoni. Tanasi iblis energiyasiga to'la. Hech qanday inson uni qabul qilmaydi. U ittifoqda yashay olmaydi. Bilib qo'y, unga ittifoqda o'rin yo'qdir. Kechir, bolajonim. Bu dunyo seni yoqtirmasa-da, lekin sen meni xazinamsan. Ona sifatida hatto hayotimni qurbon qilib bo'lsa-da, farzandimni himoya qilaman. Men qonimni senga beraman. Onang qoni bilan bu dunyoda yashay olasan. Barcha iblis energiyasini yuvib tashlab, inson sifatida ochiq oydin yasha. Onangni eng jasur yuragi seni tanangda davom etsin. Onangni eng issiq muhabbat shamol va qor bilan otang yelkasiga tushadi. Men Ling Suanga qaytishga va'da bergandim. Lekin men o'sha bog'lanishni uzganimda vaqt o'tib ketgandi. Rejamdan 1 yilga kech qoldim. Rejalarim vaqtida ketmagani uchun men kech qoldim. Ling Suan, men qaytdim.
O'sha kuni butun iblis qit'asi qo'ng'iroq gullari bilan to'ldi. Qish bo'lishiga qaramasdan ochildi. Ular bir odamni aytolmagan pushaymonlikka to'la edi. Shuningdek, uning uchqunlari. Uning keyingi hayotida baxtli bo'lishini tilayman. Men Lin Suanga, Yunierga juda katta gunoh qildim. Men ularni aldadim. Shuningdek, xavf ostiga qo'ydim. Men pushaymonman. Agar o'sha paytda Lin Suan meni uchratmaganda yaxshi bo'lardi. Bu safarga hal qiluvchi jangga chiqishimdan oldin onam menga bir xatni bergandi. Buni sizga berib qo'yishimni so'radi. Bu yerda buvim sizga oxirgi so'zlarini qoldirgan. Lin Suan menga qoldirganmi? Yunier, sen va meni farzandim. Men ketayotgan bo'lsam ham uni saqlab qoldim. Sen meni aldamagansan. Sen meni belligimsan. Dunyo ustidan esuvchi shamolim. Men seni sevaman va sevganimga hech qachon pushaymon emasman. Agar kelajak avlod bu voqea haqida bilsa, buni irqlar o'rtasidagi bog'liqlik emas. Umid qilamanki, ular buni 2 yosh o'rtasidagi muhabbat deb eslashadi. Va bu muhabbat seni yelkangdagi har bir qorni eritsin. Lin Suan. Buvim hech qachon pushaymon bo'lmagan. Men va onam bu xatni sizga berishimiz buvimning orzusini bajarish uchun. Shuningdek, sizga aytmoqchimanki, bizning o'rtamizdagi qon aloqasi hech qachon menda bo'lmagan. Maqsadimni o'zgartirish sababi ham emas. Agar Lin Suan tirik bo'lganda, bizni oilamiz qanchalik baxtli bo'lardi. Bu ta'zim. Men bir paytlar qonunni qabul qilganim uchun, hozir esa yuragim qayta tiklangandan keyin butunlay yo'qolgan bo'lsa ham sizga rahmat aytaman. O'sha paytda jamoadoshlarimizni qo'yib yuborgansiz. Rahmat kerak emas. Bu allaqachon o'tmish. Agar biz oxir-oqibat jang qilishimiz kerak bo'lsa, bu jangda bor kuchim bilan jang qilaman. Bor kuchim bilan jang qilaman. Bizning hurmatli muxlislarimiz, ushbu anime va donxuvalarni faqatgina bizning rasmiy kanalimizdan tomosha qiling. Premium kanal obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz va asosiy kanalda sizni kutamiz. Hurmat bilan Uzdabgo jamoasi. Uzdabgo studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajda artistlardan Kiber Hacker, Fallen va Solo Lady. 四逆合一，送你上路。收藏加关注，追番不迷路。各位看得那么认真，想必已经对扫码流程领悟于心了。潮水中夜色的轮廓，月光下举起我粗心的炬火，燃烧不过这一世一个我，一心将一切挥霍。
每一个黎明到来之前，黑暗仿佛不眠的潮水令人窒息。真的不能终结吗？我听得到你们恐惧的声音，但是别怕，我会完成我的誓言。